Prezidentga shuningdek ahamiyati jihatidan qolishmaydigan yana bir muhim tarmoq ko'mir sanoatida bozor mexanizmlarini joriy etish, ishlab chiqarish hajmlarini oshirish va yangi investitsiya loyihalariga doir taqdimot ham havola qilindi. Bu bejiz emas albatta, chunki ko'mir iqtisodiyot tarmoqlari, issiqlik elektr stansiyalari, ijtimoiy muassasalar va aholi ehtiyojini ta'minlashda muhim energiya manbalaridan biri hisoblanadi. Shu bois sohada barqaror ta'minot, mahsulot sifati, narxlar shaffofligi, raqobat muhiti va ekologik talablarni ta'minlash dolzarb ahamiyatga ega. Mutasaddilar tomonidan ma'lum qilinganidek, bugungi kunda ko'mir qazib chiqaruvchi xususiy tadbirkorlar soni 18 taga yetdi. Taqdimotda ko'mir narxlarini shakllantirishni bozor tamoyillariga o'tkazish masalasi ko'rib chiqildi. Amaldagi tartibda narxlarni ma'muriy belgilash ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy barqarorligiga, sarmoya kiritish va qazib olish hajmini oshirish imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatayotgan edi. Shu munosabat bilan 2026-yil 1-iyundan boshlab ko'mir narxlarini davlat tomonidan belgilash amaliyotini bekor qilish hamda ijtimoiy ahamiyatli tovarlar strategik turlari ro'yxatidan chiqarish taklif qilindi. Bunda ko'mir narxi talab va taklif asosida shakllanadi. Iste'molchilarga birja savdolari orqali sotiladi. Import ko'mir sifati va ekologik xavfsizligi bo'yicha ham yangi talablar belgilanadi. Tahlillarga ko'ra, tog' kon sanoatida import o'rnini bosish salohiyatini 2,1 milliard dollarga yetkazish imkoniyati mavjud. Bu avvalo texnika, ehtiyot qismlar, kimyoviy reagentlar va yirik agregatlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish hisobiga ta'minlanadi. Shu munosabat bilan 2027-2030-yillarga mo'ljallangan tog' kon sanoatida mahalliylashtirish strategiyasini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Respublika kesimida tadbirkorlik subyektlarini ham sohaga keng jalb qilish amalga oshirilmoqda. Aynan ko'mir sanoati sohasida o'z faoliyatlarini olib borayotgan tadbirkorlarning soni 18 taga yetgan. 26-yilda ko'mir sanoati korxonalari tomonidan respublika iste'molchilariga jami 11 million tonna hajmda ko'mir yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Buning uchun hozirdan mavsumga tayyorgarlik ishlari keng olib borilmoqda. Bozor mexanizmlarini joriy etish maqsadida Prezidentimiz tomonidan tegishli qaror imzolandi. Ushbu qarorda respublikaning energetika yoqilg'isiga bo'lgan ehtiyojini barqarorligini ta'minlash, sohada shaffof muhitni yaratish hamda ko'mir sanoati korxonalarining holatini yanada yaxshilagan holda moliyaviy samaradorligini oshirish belgilangan. Ko'mir resurslari zaxirasining asosiy qismi Toshkent viloyati Angren shahrida joylashgan. Bundan tashqari hududda tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan konlar ham mavjud. Bu Apartak 3 koni, Navgarzon konlari hamda yirik investitsiya loyihamiz Nishbosh ko'mir konini o'zlashtirish ko'zda tutilmoqda. Bu loyiha bo'yicha 25-yilda Xitoyning investor kompaniyasi jalb qilinib, amaliy ishlar olib borilmoqda. Oldimizga qo'yilgan yana bir maqsadlardan biri bu Nishbosh ko'mir koni negizida quvvati 1,3 gigavat bo'lgan ko'mir yoqilg'isida ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasini barpo etish loyihasi. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 1,3 milliard dollardan iborat. Umumiy quvvati 1,4 gigavat bo'lgan ko'mir yoqilg'isida ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasini qurilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu loyihamiz 2030-yilgacha to'liq ishga tushirilishi belgilangan. Taqdimotda bizga asosiy yuklatilgan vazifalar bu bozor mexanizmlarini joriy etgan holda shaffoflik muhitini yaratish kabi asosiy vazifalar belgilandi. Bundan tashqari amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan va keyinchalik rejalashtirilgan investitsion loyihalarni jadallashtirish bo'yicha topshiriqlar belgilandi.